Bugun sizlar bilan baliq go'shtidan o'zim yoqtirgan uslubda tayyorlanishi oson xey tayyorlaymiz. Xey uchun taxminan 1 kg 200 atrofida tavsiqli balig'idan tanladim. Baliqni tozalab, yaxshilab yuvib, so'ng suyaklaridan go'shtini ajratib olamiz va videoda ko'rsatilgandek qalin somoncha shaklida to'g'rab olamiz. So'ng tapga ko'ra tuz va 96% yuksizdan go'shtni kilogrammiga 1 osh qoshiqdan hisoblab solib, yaxshilab aralashtirib 2 soatga muzlatgichga qo'yamiz. Go'sht tayyor bo'lgunga qadar o'rta kattalikdagi bitta piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz va xeyga asosiy mazza beradigan sardekni tayyorlab olamiz. Kosaga 2 osh qoshiq shirin paprika, 1 osh qoshiq achchiq va 1 osh qoshiq koriandr solib, 3 ta sarimsoqni ezib solamiz va 1 cho'mich qaynoq o'simlik yog'idan quyib, xuddi shunaqa ajik tayyorlab olib, to'g'rab olingan piyoz ustiga solib aralashtirib olamiz. 2 soatdan so'ng muzlatgichdan go'shtlarni olsangiz, xuddi shunday oppoq holatda bo'ladi va unga soya yog'ini ham kilosiga 1 osh qoshiqdan hisoblab solamiz va oldindan tayyorlab olgan ajikli piyozni va to'g'rab olingan bodringni solib, bir bor aralashtirib, muzlatgichga yana 3-4 soat davomida qoldiramiz. Siz ham xuddi shu uslubda albatta tayyorlab ko'ring, qadrdon.